Juda ham orzularim ko'p. Qaysi birini aytib beraman bilmayman lekin. Arxitektura kasbini egallash. Men yolg'iz farzandman, shuning uchun dadamga yordam berish kerak. Ya'ni farmatsevtik bo'lishim xohlayman. Men katta bo'lsam, sudya bo'laman. Askar, chegarachi. Saratonni yengib o'tish kabi mashaqqat bilan kurashayotgan jajji qalblar nidosi. Ha, ularning ham o'z dunyosi bor, osmon qadar orzulari bor. Muhimi og'ir kunda yelka tutgan, dardiga darmon bo'layotgan jonajon vatani bor. Davlatimiz rahbar tomonidan tibbiyot rivojiga qaratilayotgan yuksak e'tibor tufayli mamlakatimizda bolalar gematologiyasi va onkologiyasi kattalar yo'nalishidan ajratilib, alohida markaz sifatida tashkil etildi. Bu islohotlar natijasida yagona bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi xizmati yaratildi. Bugun yurtimizda ushbu yo'nalishdagi tibbiy xizmatlar sifati mutlaqo yangi bosqichga ko'tarilmoqda. O'zbekiston Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bolalar saratoniga qarshi kurashish bo'yicha global tashabbusi uchun 10 ta maqsadli davlatlardan biri sifatida tanlangan. Global tashabbus doirasida bolalarning yashovchanligini 60% ga yetkazishga erishish ko'zlangan. Dunyoda yagona sanalgan global platforma Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasining loyihasidir. U bolalarni moliyaviy qiyinchiliklarsiz, samarali va yuqori sifatli saratonga qarshi dorilar bilan ta'minlashga qaratilgan. St. Jude bolalar shifoxonasi bolalarda onkologik kasalliklarni davolash bo'yicha dunyoda eng nufuzli tashkilotlardan biri hisoblanadi. Ular global platformani dunyo hamjamiyatiga taklif etishdi. Bugungi kunda global platformaga 6 ta mamlakat kirgan, shular jumlasidan O'zbekiston ham. Ana shu global platforma doirasida O'zbekiston bir necha masalalar bo'yicha o'zini ustuvorligini ko'rsatib bera oldi. Ayni kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi vitse-prezidenti boshchiligidagi delegatsiya mamlakatimizda bo'lib turibdi va yurtimizda bolalar onkologiyasini erta tashxislash va davolash borasida olib borilayotgan ishlar bilan tanishmoqda. Yesterday, St. Jude Children's Research Hospital and the Ministry of Health signed a memorandum of understanding. St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi va Sog'liqni saqlash vazirligi o'rtasida imzolangan memorandum kelgusi yillardagi hamkorlik yo'nalishlarini belgilab beradi. Bu muhim memorandum onkologik yordam sifatini oshirish, tibbiyot xodimlarining salohiyatini mustahkamlash, vazirlik tomonidan amalga oshirilayotgan turli tashabbuslar doirasida hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Shuningdek, mazkur hujjat yangi davolash usullarini, zamonaviy diagnostika yondashuvlarini joriy etish va mamlakatning turli hududlarida milliy saraton nazorati rejalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha yondashuvlarni ishlab chiqishni ham nazarda tutadi. Men ayni yo'nalishda yurtingizda amalga oshirilayotgan ishlarni yuqori baholayman va bolalar saratoniga qarshi kurashish, uni erta aniqlash va tashxisga qaratilgan hamkorlik aloqalarini kengaytirish tarafdoriman. Mehmonlar dastlab Uzbekistan Airports Cargo logistik majmuasiga tashrif buyurishdi. Bu yerda onkologik dori vositalarini sovuqlik zanjiri asosida saqlash va tashish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Shundan so'ng xalqaro ekspertlar sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining vaksinalar omborida ham bo'lishdi. Bundan tashqari AQShlik mehmonlar bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markaziga tashrif buyurishdi. Aytish joiz, yaqinda ushbu muassasada o'ta noyob qurilma ishga tushirildi. E'tiborlisi, bemorlarga zarur bo'lgan onkologik dori-darmonlarni tezkor va xavfsiz tayyorlashga mo'ljallangan ushbu apparat orqali barcha jarayonlar inson omilisiz bajariladi. Shundan so'ng mehmonlar yagona integrator Uzinfocomga tashrif buyurishdi. Bu yerda saraton bilan kasallangan bemorlarni elektron ro'yxatga olish, dori vositalarining bolalarga xavfsiz va o'z vaqtida yetib borish tizimi taqdim etildi. Eng muhim, ushbu tashrif davomida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va AQShning St. Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi o'rtasida hamkorlik bo'yicha memorandum imzolandi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida mehmonlar ayni yo'nalishdagi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlarni yuqori baholashdi. Very closely under the leadership of the Ministry of Health and the President of Uzbekistan. Biz mamlakatingiz tibbiyot tizimi bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Maqsad O'zbekistonning sog'liqni saqlash sohasini eng yuqori sifat darajasiga ko'tarish, mamlakat aholisini eng yaxshi tibbiy xizmatdan foydalanishlariga erishishdir. Ayni yo'nalishda biz bolalar saratoni bo'yicha global tashabbus doirasida ish olib boramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti eng yaxshi amaliyot standartlarini belgilaydi va biz mamlakatda shu standartlar asosida ish yuritilishini ta'minlaymiz. Buning uchun shifokorlar, hamshiralar va mutaxassislarni o'qitamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bolalar onkologiyasi va gematologiya sohasiga qaratayotgan e'tibori, uni oldini olishdagi katta tashabbuslar va qat'iy pozitsiyasi tahsinga sazovor. Missiya dasturi keng qamrovli va strategik xarakterga ega bo'lib, bolalarga ko'rsatilayotgan xizmatning asosiy jihatlarini, klinik amaliyot va dori-darmon
darmon ta'minotidan tortib jarayonlarni raqamlashtirish va palliativ yordamni rivojlantirishgacha qamrab oladi. Erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish O'zbekistonda bolalarga xalqaro standartlarga asoslangan zamonaviy, barqaror ixtisoslashtirilgan yordam ko'rsatish tizimini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.